faqat Peter, Moskvaga emas, Rossiyani boshqa viloyatlarida ham bizning odamlar yashaydi va o'sha viloyatdagi o'qishga kirsa bo'ladi. O'tlarda kontraktlar arzonroq, o'qish nisbatan osonroq. Shuning uchun agar viloyatlar bo'lsa, men taklif qilardim. 5 ta viloyat bor. Bu Yekaterinburg, yaxshi o'qishlar bor Yekaterinburgda, Omskda bor, yaxshi o'qishlar bor. Bor shunaqa yana yaxshi topga kirgan o'qishlar, yaxshi o'rgatadigan va nisbatan kontraktlar arzonroq Novosibirskda bor. Novosibirskdan tashqari yana Ufada bor. Ufa bu Bashkiriyani poytaxti bilasizlar. Ufada bor. Ufada, Yekaterinburgda, Novosibirskda, ya'ni Kazanda, Tverda, mana shunaqa Rossiyaning viloyatlarida, yaxshi viloyatlarda o'qishga topshirsanglar bo'ladi bemalol, kirsanglar bo'ladi bemalol. O'tlarda bizning svязlarimiz bor universitetlar bilan, kontraktlar arzon. O'sha shaharlarda yurgan bo'lsanglar, o'sha shaharlarga o'qish qilmoqchi bo'lsanglar, nisbatan kontraktlar arzonroq va o'qish jarayoni, ta'lim sifati xuddi shunaqa baland bo'lgan o'qishlar bor o'tda. Bizga gaplashasiz qilinglar. Hozir olimpiadalar ochilgan o'qishlarga, olimpiada bilan o'qishga topshirsa bo'ladi. Oldinroq student bo'lsa bo'ladi. Yozda lotereya qilib topshirib, kirolmay qolib, unaqa bo'lmasligi uchun xos topshirsanglar 100% kirasizlar, xudo xolasa.